xush kelibsizlar. Oybekjon degan ustozimizni chaqirganman, o'zlarini bir tavsiyalarini, kun ko'rsatmalarini sizlarga ulashadilar. Yoshi kattalar o'qigan jamiyatda bu inson hamma farzandini ham o'qitishga harakat qiladi. Buxoriy aytadiki, nafaqat yoshligida, balki yoshi katta bo'lgandan keyin ham o'qish kerak. Nimaga? Chunki sahobalar yoshi katta bo'lgandan keyin ham o'qidi-ku. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Farishtalar tolibi ilmni qilgan ishidan xursand bo'lib, qanotlarini qo'yib bu mana shu sertifikatlarni olishligingiz o'zingizga bo'lgan ishonch uchun. Onlayn o'qib bo'lmaydi degan gaplarni ustiga bunda X ko'kozligi u narsa emas. Onlayn offlayndan ko'ra kuchli bo'ladi. Qachonki siz intizomli va tartibini yaxshi qilsangiz. Bilimlarni, ko'nikmalarini o'zlashtirdilar. Sizlardan ham juda ham ko'p narsalarni o'zlashtirdim men o'zim uchun. G'ayrat qilib o'qigan o'quvchimiz eng yosh o'quvchilarimizdan.